25 mart 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermadan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan simental xunajinlar bor. Bir dona buqochasi bilan 4 dona xunajin bor. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podretsa qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlari ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa, telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Buqani ham o'ta beg'ama. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi ekan. Xunajinlar shoxli, shoxini olib tashlasanglar ham bo'laveradi, olmasanglar xo'jalikka sigir qilib olaman deganlar bo'lsa ham bo'laveradi akalar. Eng kichkinasi 5-6 oylik bo'lsa, mana shunisi, kattalari shu 1 yoshga bormagan. Asosan 7-8 oylik, endi kattalari 10 oylik atrofidadir. Bir dona mashisi buqasi. Buqasi to'qol, shox kuyganlar. Keyin 3 dona xunajin shoxlari bor. Xo'p, bir donasini shoxi yo'g'ida. Sigir qilib olaman deganlarga, xunajin so'raganlarga hammasi xudo xolasa ma'qul kelaveradi. Bunlarda dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Bexijolat narsalar. Yeb ichishi, sog'ligi hammasini kelib xotirjam o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Bunisi zavodskoy to'qola. Mana buqamiz sal gibridroq, lekin kichkina emas. Bular 1.25 atrofida bemalol kelaveradi. Mana xunajinlari katta. Eng qizig'i, narxini ham yengiroq qo'yamiz. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Olaman, boqaman degan odamga tayyor bir qo'ra buqasi o'zi bilan, buqasi ham begona. O'ziga ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ularni yana ozgina boqib kattalarini buqaga qo'yib yuborsanglar ham bo'laveradi. Bir dona shunisi yosh xolos. Endi kichkinaligida shox kuydirilmagan ekan. Hammasini ham o'zi shoxi bo'ladi. Hozir ham misol olib tashlasanglar bo'laveradi yo. 31.500.000 so'mdan 4 ta xunajin, bitta buqa bir joyga olsanglar kerak. Bir qo'ra qilib olaman deganlarga 31.500.000 so'mdan ozginadan kelishiladi. Tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa, endi buqasi xunajiniga qarab, katta kichikligiga qarab plus minusini murosa qilib olaverasizlar. Eng muhimi, hammasini oyoq qo'llari butun, yeb ichishi, hamma narsasi joyida. Pardozi yo'q, boshqasi yo'q. Tashqariga ham olib chiqmadi. Shunday joyida ko'rsatib qo'yapmiz akalar, mana daylari. Juda chiroyli sigir qilaman deganlarga hammasi ma'qul kelaveradigan. Endi dastlabki xizmat boshqalarini murosa qilib olinaveradi. Eng muhimi sog'lom narsalar, rang-ro'ylari ham hammasi o'zi novot ranglari. Turishni ko'ryapsizlar-ku. Juda chiroyli. Bunisi endi kattasi. Ozroq boqib buqaga qo'yib yuborsa, hozir ham qo'yib yuborsa bo'laveradi-yu, azroq baqsa yana ham yaxshi bo'ladi. 4 dona xunajin. Bunisi buqasi. Buqa ham bo'rdoqchilikka baqaman, boshqa qilaman deganga ham ma'qul kelaveradi. Bexijolat tonnalik bo'laveradi. Kimda kim izlab yurganlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rib, onlayn tarzda ham olsanglar ham kichkina mollar emas. O'zingizlar mana holatlarni ko'rib turibsizlar, oyoq qo'llari yo'g'on narsalar. Shoxi yo'q bo'lganda, to'g'risi bular narxi bunaqa bo'lmasdi. Shoxliligini hisobga olib arzonroq aytyapmiz. Kami bor, savdosi bor. Bexijolat kelib, telefonlashib, kelib ko'rib, ustida savdo qilib olaverasizlar. Bitta shu kichigi bor. Kichigini o'zini olaman deganga narxi qulay qilib beriladi akalar. Buqani o'zini olaman deganga ham addeni berilaveradi. Bir joyga sotaman degan joyi yo'q. Tanlab olishga ham kelishilaveradi. Bir joyga olaman deganlarga ham kelishilaveradi. Aytilgan narxlarda savdosi bor. Hammasi simental, avstriyskilardan, faqat shox kuymagan xolos. Bitta aybi shu. Ayb ham deydigan emas. Xolasanglar mana shu ikkovini olib yana bir 2 oy vaqt turib buqaga qo'yib sigir qilib olsanglar ham bo'laveradi akalar. Eng yiriga ikkalasi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana kattasining bo'yi 1.30 ham kelib qolsa kerak. Bunisi 1.20 balandroqda.